Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yangi kanalimiz ancha rivojlanib qoldi. 2 kundan beri qisqa video qilyapti. O'zim haqimda 1,5 mingta prosmotr bo'lib, 6 ta podpiska ham bo'libdi. Men xursandman. Endi kanalimiz yangi, shuning uchun uyda turib qisqa videolar qilyapmiz. Endi avtorskiy prav degan narsalar bor ekan. Endi shu nimalar bo'lib blokka tushib qolmaylik deb qisqa videolar qilyapmiz. O'z asl maqsadim men bu ijtimoiy tarmoqdan ko'proq kommunal sohalardan o'rganaman, bilimlar olaman deb ochganman shu kanalimni. Masalan, bundan 1 yil oldin, mana salkam 7-8 oy oldin uyga suv hisoblagichi o'rnatkizdirganman. Shu suv hisoblagichda ham uydan chiqmasdan turib, telefon orqali ariza, ya'ni murojaat qilib, shu hisoblagich o'rnatish deb xonadonga degan joyi bor ekan. Mana baza orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'shaga murojaat qilib ariza berganimdan keyin kelib o'rganib, keyin ariza bo'yicha hisoblagich qo'yilgan. Unga plombasi ham ariza bo'yicha plombalab qo'yib, davlat plombasidan o'tgan. Unga salkam 1 yil bo'lyapti. Endi u paytda kanalim yo'q edi. Bir kun kanal ochsam, shu narsalarni ham bir aytaman deb niyat qilgandim. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlardan o'zi yaxshi yo'lda ma'lumot olib, mana foydalansa juda ham foydasi katta ekan. Mana o'zi kattaligini bilardim, foydasi to'g'ri yo'lda foydalansa. Endi kanal ochib, mana o'zimga foydalanishni boshladim. Asosan shu kommunal sohasi, o'zim shaxsiy kommunal sohalarimni o'rganib, bir yozib, bir fayl qilib tushirishga harakat qilaman. Oddiy misol, mana qo'limda list, bir blok 30 dona list, 20 ta 30 dona list. Shuni mana shu ijtimoiy tarmoq orqali yaxshi joyini, sotadigan joyini borib bilib olib keldim. Shu lokatsiyasini ijtimoiy tarmoq orqali topdim. Menga mana juda qulaylik bo'ldi, foydasi tegdi. Endi oddiy list deyishinglar mumkin. Buni yaxshi sifatlisini sotadigan joyini, ya'ni kansellariya, o'quv markazi, o'quv qurollari deydi, markaz emas, o'quv qurollari degan do'kondan borib sotib oldim. Endi buni o'zim uchun ishlataman. Shu kommunal sohasidagi ma'lumotlarimni yozib qo'yib, fayl, papka qilib olib qo'ysam, o'zimga kerak bo'ladi. Kerak paytda uni olib bemalol ishlatgani yaxshi. Chunki oddiy daftarga ham yozsa bo'ladi deydigan odamlar ham masalan topiladi. Chunki to'g'ri, bir tomondan oddiy daftarga yozib qo'ysa ham bo'laveradi, lekin uni nusxa olmoqchi bo'lsangiz, kserokopiya qilmoqchi bo'lsangiz qiyin bo'ladi. Undan bir listga, kserokopiyaga, ya'ni nusxa olmoqchi bo'lsangiz juda qulay, fayl, papkada ham juda qulay bo'ladi. Qaysi kommunal sohasida o'zingiz ishingiz tushgan paytda shu faylni olasizda, ochasiz, foydalanasiz, yana joyiga qo'yib qo'yasiz. Esingizdan chiqib ketgan ma'lumotlarni ham tushirib yozib qo'ysangiz, o'sha qog'ozga yozib qo'ysangiz, keyinchalik adashmaysiz aka. Men o'zim tajribamdan o'tgan ishlarni mana yozib, 1-2 ta kommunal sohasidagi narsalarimni yozib, fayl, papka qilib qo'yganman, turibdi. Yaxshi. Shuning uchun hozir shu 1 yil oldin o'rnatilgan hisoblagichim ham yaxshi ishlayapti. Buni foyda zararini ham hisoblab ko'rdim. Juda katta foydasi bor ekan. Ya'ni 1 yil oldin masalan bir kishiga 20 ming, 30 mingdan jon boshiga hisoblagan bo'lsa, mana 30 ming desiz ham 5 ta bo'lsa, bitta xonadonda, mana uyimda, menda shaxsiy o'zim aytyapman, 5 ta odam bo'lsa 150 ming hisoblansa oyiga, 1 yiliga 1,5 million, 2 oyi
150 mingdan 300 ming, 1.800.000 bo'ladi. Endi uni bir yilda mana uchuvchi hisoblagich orqali ishlatgan suvimni hisoblasak, masalan 150 tonnadancha oshiqroq suv ishlatgan bo'lsam, endi masalan hozir 3000 so'm tarif bo'lib qolgan bo'lsa, 3000 so'm tarif orqali hisoblasangiz 100 tonnasi 300 ming, 50 tonnasi 150 ming, 450 ming. Endi 450 ming bu yog'i 500 ming hisoblang. 1,5 million pul to'ladingiz qaydayu 500 ming to'ladingiz qayda. Juda ham katta foydasi bor ekan. Shuning uchun o'rnatdim va foydalandim.